Garant savdo markazi bilan kollaboratsiya holida biz hozir Instagramda живой efirda o'tiribmiz. Qanaqa savollar bo'lsa, Garant savdo markaziga yoki o'zimga yoki kimgadir qo'shnimga, qarindoshimga bemalol yo'llashingiz mumkin. Mumkin bo'ladi. Men ham salomlashib olaman. Assalomu alaykum. Hamisha bizni jonli efirda kuzatayotgan aziz qadrdonlarimiz, Garant savdo markazi 2800 ta sayohat aksiyasi. Biz har kuni g'oliblarni aniqlashda davom etamiz. Va'da berganimizdek, bugungi jonli efirimizda shaxsan g'oliblarni o'zlari aniqlaydilar. O'zbekiston eng qadrli insonlari, ya'ni qadrli aktyori, barchamizni sevimli aktyorimiz. Biz sevib tomosha qiladigan kinolarda juda ham hamma rolini maroqli yetkazib o'ynaydigan aktyorimiz Muhammad Iso Abdulxayrov. Assalomu alaykum. Rahmat, va alaykum assalomu alaykum. Rahmat, shunchalik endi bir tepalik olib chiqib yubordingiz. Aslida prosta kino aktyor Muhammad Iso Abdulxayrov siz zo'r bo'ladi. Bunday holatlar ikkinchi menga jonli efirda bo'layotgan savol, lekin shunga shunday javob berganmanki, sizda 10 ta yaxshi xislatsingiz bo'lsa, shundan ikkitasini maqtadik biz. Hozir ikkitasini aytib o'tdik, qolgan 10 tasini olib qo'ydik. Qolgan efirlarda aytamiz. Rahmat. Muhimi, bizni jonli efirda kuzatayotganlar, kechagi efirda ham aytganmiz, bugungi efirimiz o'zgacha boshqacha bo'ladi. Sababi bugungi aktyorimiz ham siz-u bizni zeriktirib qo'ymaydi va g'oliblarni birgalikda aniqlab, ularga qo'ng'iroq qilib, ularni birgalikda tabriklaymiz. Muhammad Iso aka, Azamatjon, o'zi bu o'yinimiz shartlarini bir ikki og'iz tushuntirib o'tasizmi? Mana muxlislar nima ekan, qanaqa o'yin, nima biz ham o'ynaylik degan odamlar bor. Shu savollarga javob bermoqchiman. Garant savdo markazlaridan 3,5 million so'mdan yuqori mahsulot xarid qiladi va bizni 2800 ta sayohat aksiyamizda ishtirokchi sifatida qatnashadi va 6 ta davlatdan biriga mutlaq bepul sayohat yo'llamasini qo'lga kiritish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bir kishi. Aynan mahsulot xarid qilgan mijozimizning o'zi. Endi bu 6 davlatlarimiz: 1000 ta Turkiya, 400 ta Umra, 400 ta Dubay, 300 ta Vietnam, 300 ta Misr va 400 ta Gruziya davlatlariga sayohat yo'llamalarimiz bor. Tanishganimdan xursandman, gap bo'lishim. Men ham xursandman. Gap bo'lishim kerak emas. Shart juda ham oddiy. Garant savdo markazlaridan o'zini ehtiyojiga nima kerak bo'ladigan, telefonmi, tabiiy uy texnikalar, mebellarmi, ayollar tilla buyumlarimi 3,5 million so'mdan yuqorisidan xarid qiladi, bo'ldi. 2800 ta sayohat aksiyamizda ishtirokchi sifatida qatnashadi. Demak, Garant savdo markazi orqali bir narsa xarid qilinar ekan, gap bo'lishi mumkin emas va ishtirokchi bo'lishi mumkin ekan. Endi eng qizig'i yana mana etdikmi yo'qmi? Meni muxlislarim hali qo'shila olmasdan qolishuvdi. Texnika endi ozgina minus bo'lib qoldi. Bekor bo'lmaydi, o'zini sharti bor, to'g'rimi? Muxlislarimizga bugun Samsung Galaxy A07 telefonni hadya qilamiz. Nima uchun, qanaqa qilib? Buni hadya qilish shartlarimiz juda ham oddiy. Garant savdo markazida bo'layotgan jonli efirimizni tomosha qiladi oxirigacha va biz 3 ta g'olibni aniqlaganimizdan keyin Muhammad Iso aka, siz menga 7 dan 10 gacha bo'lgan bitta raqam tanlab berasiz. Misol deylik, bitta raqam tanlaysiz va biz bitta telefon raqami aytamiz. Siz tanlagan raqamda bizga qo'ng'iroq qilib tusha olsa, bog'lana olsa, shu smartfonning egasi bo'ladi. O'xday. Tushundinglar? Agar mabodo karim tushunmasdan qolsanglar, yana tushuntirib o'tamiz. Efir davomida yana tushuntirib o'tamiz. Albatta. Bugun esa Muhammad Iso Abdulxayrovning o'zlari bizga Turkiya, Umra, Dubayga sayohat yo'llanmasi g'oliblarini aniqlab beradi. Turkiya, Umra, Dubay. Agar mabodo karim g'oliblar aniqlanib qolsa, Umraga aniqlanib qolsa, borganda duo qilib qo'yinglar haqqimizga. Demak, biz tayyormiz g'oliblarni aniqlashga. Yuqori kayfiyatda g'oliblarni aniqlashni boshlaymiz. Barcha aksiyamiz ishtirokchilariga omad tilab qolamiz. Hammaga omad tilab qolaman. Men mishkani Muhammad Iso akaga topshirmoqdaman. Mishka Sichqonchani va ishtirokchilarni aniqlash tugmasini bosadilar. Turkiyaga sayohat yo'llamasi g'olibini aniqlab olamiz. Mashina yana qani bismillahirrohmanirrohim. Qani kimga bo'lishidan qat'iy nazar omad tilaymiz. Kunlik aksiyamiz bo'yicha ketdik. Va Random Z dasturimiz bizga tasodifiy g'olibni aniqlab beradi. G'olibimiz aniq. Bu Surxondaryo viloyati Sherobod filialimizdan Abduxalilova Zulayxo Musajon qizi g'olib bo'ldilar. Zulayxoxon opa, sizni tabriklaymiz. Sizga Turkiyaga mutlaq bepul sayohat yo'llanmasi. Bir kishimi? Bir kishi o'zlari sayohat qilishadi. Muborak bo'lsa bo'maydimi? Uni ham imkoni bor. Keyinchalik. Yoniga sherik olgan bo'lsa, shu turda qoplab beradi o'zi uchun. Lekin Zulayxoxon opamiz bizda g'olibimiz. Mutlaq bepul sayohat. Endi Azamatjon, men bu narsani mana shu tomoshabinlarni baribir Zulayxon, ayniqsa mendan uzr so'rayman, kichkinamiz kattamiz, Zulayxon baribir miyasida o'tadigan narsa. Bitta o'zi hech kim borgisi kelmaydi-da. O'shaning uchun kimnidir hamroh qilib, yo'ldosh qilib olish mumkin. Turmush o'rtoqlarinimi, farzand ota-onasinimi, kimnidir yaqin odamini-da.
Ha, to'g'rimi? To'g'ri, Shunaqa endi- maqal baribir murojaat qilaverishadi-da o'zinglarga. Ha, to'g'ri. Lekin Zulayxon opamiz o'zlari sayohat qilmaydi bizda. Gruppa ketiladi. Gruppada Ha. 30 ta yoki 40 ta Uzr. Turkiyaga sayohat yo'lamasi g'oliblar bilan birgalikda borishadi. U yerda yangi do'stlar, yangi qadrdonlarni o'tirishadi. Aynan Zulayxon opamiz bizdan, ya'ni Sherobod filialimizdan 5-may kuni mahsulot xarid qilishgan. Aynan kecha mahsulot xarid qilishib, aksiya ishtirokchisiga aylanib, bugun Turkiyaga sayohat yo'lamasini qo'lga kiritishdi. Aha. Kecha mahsulot xarid qilishgan. Bugun g'olibga aylanishdi. Gap bo'lishi. Men u qayerdan bildingiz desam, ha, shu burchakda Biz yozilgan. monitorimizda ham Endi men bu ma'lumotlarga narsa egamiz. juda kichkina ekan, u ani endi ko'rdim. Sherobod, Zulayxa, gap bo'lishi mumkin emas. Omad. O'sha baribir qayerga borishingizdan qat'iy nazar duo qilib qo'yaverasiz. Sog' bo'ling. To'g'rimi? To'g'ri. Biz esa jonli efirda ularga qo'ng'iroq qilib tabriklaymiz. Qo'ng'iroq ham qilish imkoni bor-a? Imkoni bor. Bizda telefon raqamlari bor, ma'lumot bo'yicha. Xudo xohlasa Zulayxa Musajon qizi Sherobod tumani oilaviy poliklinikada xodim bo'lib ishlar ekanlar. Mana vrach, doktor deydi o'zimiz tilda. Doktor. Endi doktor. Assalomu alaykum. Alo. Zulayxa xon opa, kayfiyatlaringiz yaxshimi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Garant savdo markazidan qo'ng'iroq qilmoqdaman. Hop, yaxshimisiz? Rahmat, kayfiyatlaringiz yaxshimi? Allohga shukr, rahmat. 5-may, ya'ni kecha Garant savdo markazi Sherobod filialimizdan mahsulot xarid qilgan ekansiz. Ha? Va bizning sayohat aksiyamizda ishtirokchi sifatida qatnashgan ekansiz. Hop. Xabaringiz bor sayohat aksiyalarimiz bo'yicha. Ha, haj safariga deganida, yaxshini estigan edik. Keyin yana bitta ikki shaharlarda aytdi. Ha. Nima qayerlardir? Zulayxa xon opa, sayohat qilishga tayyormisiz? Voy, odam unday xursand qilmang. Yo'q, shoshiravermanda. Yo'q. Yo'q, oldin siz hozir bu umra deb o'ylab qoladi. Yo'q, hozir aytamiz buni. Hozirgi daqiqalarda jonli efirdasiz. Voy, yaxshi. Hop. Va jonli efirda o'zbek estradasi, o'zbek kinosi, o'zbek teatrining eng mashhur Yotib qoldim. Ha, yozib olavering. Mashhur aktyorimiz bilan birgalikdaman. Muhammad Iso Abduxayirov bilan birgalikda jonli efir o'tkazmoqdaman. Voy, salom ayting. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Uzr so'rayman Zulayxa dedik. Biz endi mendan yoshingiz kattami, kichkinami? O'shaning uchun endi xafa bo'lib qolmang deb Zulayxa xon deb qo'ya qoldik. Rahmat, Zulayxa, singlim deyavering. O'sha singlimsiz bilinib turibdi ovozingizdan. Xursandman. Salomat bo'ling. Mana hozir endi bamitda bir yutuqqa ega bo'ldingiz. Mana hozir biz sizni mana shu yerda saralandingiz va hozir endi juda xursand bo'lsangiz bo'ladi. Lekin qaqqaligini bilasizmi? Yo'q, bilmayman-da. Men uchun surpriz. Eshitishga tayyormisiz? Tayyorman, ayting. Muhammad Isoga marhamat. Katta sumkalaringizni olib Turkiyaga borib kelish imkonini savdo markazi, ya'ni Garant savdo markazi sizga mana shunaqa imkonni yaratib berdi, xudo xolisa. Tabriklaymiz, muborak bo'lsin. Mashalloh. Zo'r-ku. Ana borgiz kelib yuruvmidi o'zi Turkiyaga? Orzu qilib, Alloh nasib o'tkazganda boraman, yozdi deb Allohdan so'rab turgan edim. Endi Zulayxa, singlim, endichi niyatingizga yetib yuring. Yana Garant savdo markazi bilan bog'lanavering, yana xarid qilavering. Xudo xolisa keyingi safargisi nasib qilsa umra bo'lib qolish ehtimoli juda katta. Inshaalloh. Aytganingiz hammamizni Alloh chaqirsin o'z uyiga. Ilohim. Qalbandan chaqirsin. Nima mahsulot xarid qilgan ekan so'raydi. O'zi aslida nima olgan edingiz 5-may? Time to license for it my hand degan joy ekan. Qizimga tilla olgan edim, Zurabek. O'zing mahsulot xarid qilib, aksiya ishtirokchisiga aylanishgan. Ana. Demak, tabriklaymiz. Qizingizga ham salom bizning nomimizdan, uydagi oila ahli hammalariga bizning nomimizdan tabrik va salom. Rahmat. Rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Xursand bo'ldim. Endi bu qanaqadir savollar bo'lsa, mana shu Garant savdo markaziga chiqaverib, qaysi nomerga bilishadi bu o'zi. Shu nomerga ham chiqsa bo'laveradi. Mana shu nomerga chiqasiz, qaysi chistoda, qanaqa qilib, qayerdan, nima gap, qachondan qachongacha degan savollarni beraverasiz, javobini olasiz. Xo'p bo'ladi. Rahmat katta. Alloh rozi bo'lsin. Xursand bo'ldim. Salomat bo'ling. Sog' bo'linglar. Niyatingizga yetib yuring. Xo'p. Esingizdan chiqazmang bitta narsani. Nima?
Garant savdo markazidan har doim xarid qilishni. Sog' bo'ling. Mayli, xo'p bo'ladi, sog' bo'linglar, rahmat. Sog' bo'ling, xodimlarimiz sizga aloqaga chiqishadi. Zulayxaxon opa va to'liqroq ma'lumot berishadi. Ishlaringlarga omad, savdoinglar barakasini bersin. Rahmat. Alloh sizlarga yorug' qilsin hamisha. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Salomat bo'ling, rahmat. Tak. O'rtoqlar, mana bu yerda hozir Galaxy hali ham oldimda Samsung A07 da xolasa. Va hozir biz endi keyingi ishtirokchimizni aniqlaymizmi yoki keyingi g'olibimizni aniqlaymiz. Bu esa kunlik aksiyamiz bo'yicha umraga ziyorat yo'llanmasi g'olibini aniqlab olamiz. Shu o'rinda hozirga men bir ma'lumot berib o'tmoqchiman. Biz har kun jonli efirlarimizda ikkita aksiya bo'yicha g'oliblarni aniqlaymiz. Kunlik hamda yillik aksiya bo'yicha g'oliblarni aniqlab olamiz. Bularni tushuntirib o'tgan bo'lsam, kunlik aksiyamizda siz Garant savdo markaziga tashrif buyurib, bugun mahsulot xarid qilgan bo'lsangiz, bugun o'zidayoq kunlik aksiyamiz ishtirokchisiga aylanasiz va kunlik aksiyamizda 5 kun davomida ishtirok sifatida qatnashib, har kuni o'ynaladigan ikkita davlatdan biriga bepul sayohat yo'llanmasini qo'lga kiritish imkoniyatiga egasiz. Qo'ying. Endi 5 kun davomida siz g'olib bo'la olmasangiz, sizning ro'yxatingiz yillik aksiyamizga o'tadi va yillik aksiyamizda 12 oy, ya'ni 1 yil davomida ishtirokchi sifatida qatnashadi va har kuni o'ynaladigan bitta davlatga sayohat yo'llanmasini qo'lga kiritish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Xullas bekor emas ekanda. Bekor emas. Baribir nimadir bo'lar ekanda, xudo xohlasa. Mahsulot xarid qilib 1 yil davomida ishtirok sifatida qatnashsa bo'ladi. Bemalol. Gap yo'q, qoyil. Xudo xohlasa hammani shunaqa g'olib, shunaqa umralarga deysizmi, sayohatlarga deysizmi, o'zimman g'olib bo'lib yurish nasib qilsa, eng kerakli kasal bo'lishmas. Ha. Demak, kunlik aksiyamiz umraga sayohat yo'llamasi. Hozirga mana men ishingizga topshiraman, ya'ni Bismillahirrohmanirrohim. O'zim ham hayajonlanib ketdim. Buni mishkamiz qattiq mana qochib ketmasin. Mana ishqonchamiz ozgina qochib ketdilar. Qani Bismillahirrohmanirrohim deymiz, chunki umraga g'olib aniqlaymiz. Nasib qilsa qani yo Rabbim, ketdik. Barchaga omad tilab qolamiz. O'zim chiqib qolsam. Bo'lishi mumkin. G'olibimiz aniq bu Samarqand viloyati Urgut filialimizdan Utamurodov Kamariddin akamiz. Qamariddin bo'lsa kerak. Qamariddin yoki Kamariddin bizda Qamariddin. Tushunarli. Umraga ziyorat yo'llamasi muborak bo'lsin deymiz. Bu qarsaylar siz uchun. Sog' bo'ling Qamariddin aka. Do'stim, sog' bo'ling. Tabriklaymiz. Iloyim duolaringiz mustajob bo'lsin. Mana buni haqiqatdan ham yutuq desa bo'ladi. Endi boyagi sinimiznikini ham yutuq. Bu ham yutuq. Endi buni kamsitib, buni anaqa qilib qo'ymaylikda, xafa bo'lib qolmasinlar. Zulayxo sinimiz. Gap bo'lishim. Qamariddin aka, sog' bo'ling. Aynan Qamariddin akamiz bizdan 1-may kuni mahsulot xarid qilishgan va aksiyamiz ishtirokchisiga aylanishgan. Ular Urgut tumani ruhiy asab kasalliklar shifoxonasida xodim bo'lib ishlar ekanlar. Qoyil, bitta narsaga qoyil qo'yasizlarmi? Bundan oldingisi ham doktor edi, bunisi ham doktor. Faqat doktorlar o'ynaydimi deyman bu. Yo'q, bugun Garant savdo markazida. Yo'q, bugun doktorlarda, shifokorlarda kuni ekan. Shunaqami? Endi misolda ular g'olib bo'lishadi. O'shalarning kuni deydi. To'g'ri. O'sha shunday gap borki, qaysidir komanda yoki qaysidir mani kunim bugun deydi. Mani kunim bugun deydi, xuddi shunday. Haqiqatan doktorlarning kuni ekan. Endi doktorlar, vrachlar, xirurglar va hokazo yo'nalishdagi doktorlarimiz uzr so'raymiz. Doktor deb aytgan. O'zimizni haligi xalq tilidan aytamiz hozir. Shuning uchun doktor. Va men Qamariddin akaga qo'ng'iroq qilmoqdaman, jonli efirda. Qani Qamariddin aka? Men o'zi Qamariddin degan jiyanim bor. Ularda ham qo'ng'iroqlari bor. Bugun xudo xohlasa barcha g'oliblarimizga bog'lanamiz. Shu niyatdamiz. Siz yutuq etmaydi. Birinchi meni aytib qo'ying, ikkalamiz keyin birga gaplashib ko'ramiz. Bo'laradi bu ham. Bu umra, aytgan. Bu umraga. Buni sanalarini keyin o'sha o'ziga telefon qilgan aytiladi. O'zlari sayohatga ketishdan 1 hafta yoki 10 kun oldin bizning xodimlarimiz aloqaga chiqishadi. Bugun qilishsa kerak. Ya'ni ularga sayohat uchun kerakli bo'lgan zagon pasportini olishadi. Qamariddin aka! Qayerdasiz? Menimcha ishda shekilli. Iloyim ishda bo'lsinlar. Sababi qo'ng'iroqlarga javob bermaydi. Juda ko'p shifokorlarimizga qo'ng'iroq qilganimizda bu vaqtda ishda bo'lishadi. Lekin imkon qadar ularga bog'lanishga harakat qilamiz biz. Balkim yana bir
urinib ko'ramiz. Yana bir marta urinib ko'ramiz. Ha, balkim. Chunki bu yutuq bashi yutuq qovuradi. Qoladi. Baribir. Hozir bizda yana bitta imkon bor. Qamariddin akamizning qo'shimcha raqamlari ham bor. Asosiy raqamlarga tusha olmasak, qo'shimcha raqamlariga qo'ng'iroq qilamiz. Qani? Gap yo'q, zo'r ekan. Qamariddin aka xudo xolasa bu yog'iga endi balkim do'stlari uyda. Assalomu alaykum. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qamariddin aka, kayfiyatlaringiz yaxshimi? Yaxshi, Garant savdo markazidan qo'ng'iroq qilmoqdaman. Xo'p, aka. 1-may kuni Urgut filialimizda mahsulot xarid qilgan ekansiz Ha. va bizning sayohat aksiyamizda ishtirok sifatida qatnashgan ekansiz. Xo'p. Xabaringiz bor sayohat aksiyalarimiz bo'yicha. Ha, bor. Hozir jonli efirdasiz va jonli efirda meni yonimda o'zbek estradasining yorqin yulduzi deymiz va bizning eng sevimli aktyorimiz Muhammad Iso Abduxalilov bilan birgalikdaman. Xo'p, aka. Sizga bir xursandchilik xabar eshitish uchun qo'ng'iroq qilmoqdaman. Assalomu alaykum Qamariddin aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, aka. Salomat bo'ling. Bezovda qilgan bo'lsak ming bor uzr, lekin haligi stoyishi haligi Bezovda qilishga arziydigan sabab. Siz hozir yutuq g'olib bo'ldingiz. Hozir 2800 ta ishtirokchining ichidan g'olib tanlandi. Mana ikkinchi g'olib bo'ldingiz. Birinchi g'olibimiz sinimiz Turkiyaga sayohatni qo'lga kiritdilar g'olibni Garant savdo markazida. Ana endi siz xudo xohlasa o'zi nimaga borganmisiz? Umraga yo hajga? Yo'q. Xudo xohlasa Allohim sizni mana chaqiribdi, yo'lingizni ochibdi. Garant savdo markazidan umra safariga g'olib bo'ldingiz. Mana Tabriklaymiz. Tabriklaymiz. Agar uyingizda Rahmat. yaqinda odamlar bo'lsa, ayting, prямой efirga kirsin, bizani ko'rishadi hozir. Tushundingizmi? Qamariddin aka, sog' bo'ling. Iloyim borganda men Muhammad Iso Abdulxayirov, mana Azamatjonni duo qilib qo'ying. Mana shu sizga, mana shu biza qissa ozgina bo'lsa ham sababchi bo'lib qolamiz. Ozgina bo'lsa ham. Bo'ldi. Eng kerakligi omon bo'ling, sog' bo'ling, Alloh panohida bo'ling. Rahmat, charchamangiz, aka. Qamariddin aka, o'zi nima mahsulot xarid qilgandingiz 1-may kuni? Ana deylik, o'rga shunaqa narsa. Kerakli bo'ladigan maishiy texnikalar xarid qilgansiz. Ha? Kerakli bo'ladigan maishiy texnikalar xarid qilgansiz. Ha. Bir savol bermoqchiman. Xo'p. O'zi ishonganmidingiz men sayohat yo'llamasini qo'lga kiritaman deb mahsulot xarid qilganda? Men ishonganim uchun nima qilganman-da, aka. Gap yo'q, rahmat. Ishoning. Yana davom eting. Eting, yaqinlarga ham ulashing. Mana shunaqa ekan Garant savdo markazi. Mana men ketyapman umraga deng. Xudo xohlasa bu yog'i yana nasib qilsa, yana g'olib bo'larasiz xudo xohlasa. Rahmat, charchamangiz. Yomon bo'ling. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Xodimlarimiz aloqaga chiqishadi, to'liqroq ma'lumot berishadi. Mayli, xo'p, aka. Xo'p, sog'. Mana shu raqamga bemalol qo'ng'iroq qilaverasiz. Qanaqa savol bo'lsa, mana Azamatjon do'stimiz o'zlari javob beradilar. Mayli, xo'p. Sog' bo'ling, malades, rahmat. Xo'p. Muhammad Iso aka, bilasizmi? Qamariddin aka boshida gapirgan bilan sayohat yo'lamasini eshitgandan keyingi ohangi boshqacha bo'lib qoldi. Beixtiyor insonni ko'zidan yosh keladi. Bu shunaqa joy ekanda, mana misol uchun Germaniyaga 1 oy, 3 oy sayohat tekin desa, deydi odam. Endi musulmon odamda. Gap yo'q, Allohimga shukr deydi. Endi misol uchun shu 14 kun, 15 kun umraga yoki hajga deb qo'ysa-chi, diyolmasdan qoladi odam. Qanaqadirchi? Haligi boshqacha xursandchilik bu. Voy Germaniyalar, Avstraliyalar, Vena, Italiya, Sitsiliya, Venetsiyalarchi hammasi qanaqadir bir kichkinaga aylanib, bu katta bir yuk o'zini bir nimasi hozir sezildi. Menimcha hamma musulmonga bu birinchi eshitganda siz yutdingiz, sizga mana safaringiz esa birinchi keladigan narsa gap pulda emas. 10 marta borib kelishga imkoni bordir shu odam. Yo'li ochilmasa borku, bora olmasdan qoladi. O'shaning uchun aytmoqchimanki, yo'li ochilganligidan xursand bo'lib ketdi. Alloh o'zi chaqirganligidan xursand bo'lib. Vallahi xolam, endi ya'ni ilmli nimani yoqmoqchi emasman. Avvalambor hammamizga nasib qilsin.
hoji akbar bo'lib yurish, hoji ota, hoji aya bo'lib, imonboy bo'lib yurishda nasib ro'za. Qamariddin aka, duoda bo'ling. Muborak bo'lsin deymiz. Shunda men eslatuvdaman Muhammad aka yana bir bor, siz ham 6 davlatdan biriga mutlaq bepul sayohat yo'llamasini qo'lga kiritish imkoniyatiga egasiz. Kim? Bizni Jolly FM kuzatayotgan. Menga to'sib o'ylayman. Mana bizni ijtimoiy tarmoqda kuzatayotgan muxlislar. Yo, umrani eshitib olam, meni fantaziyam ishlab ketib qoldi-da. Mana o'ynasam bo'ladi. O'ynayman, bo'ldi. Haqiqatan Garant savdo markazi, meni kutinglar. Xo'sh. Muhammad aka ham aksiya ishtirokchisiga aylanadi. Garant savdo markazlaridan 3,5 million so'mdan yuqori mahsulot xarid qilib, aksiyamiz ishtirokchisiga aylanasiz. Bo'ldi. Sizga ham biz shu soniyalarda va shu daqiqalarda qo'ng'iroq qilib, shunday xursandchilik xabarni yetkazamiz. Buning uchun ertagayoq borib mahsulot xarid qilinglar. Xudo xolasa, omadinglarni bersin. Omadlar bersin. Bizda esa 3-davlatimiz bu Dubayga sayohat yo'llanmasi va yillik aksiyamiz bo'yicha g'oliblardan aniqlaymiz. Shu o'rinda Muhammad aka men bir savol bermoqchiman sizga. Bering tekinga. Tekinga. Juda sababi haftada 3 kun mashhur san'atkorlarimiz bo'ladi. Ularga ham efir davomida savollar berib boramiz. Aynan mana bizda Turkiya, Umra, Dubay, Vyetnam, Misr, Gruziya davlatlariga sayohat yo'llamalarimiz bor. Keling, Umraga barcha borishni xohlaydi. Umrani olib tashlaymiz. Turkiya olib tashlamayman, qo'pol edi. Yo'q, Umrani bundoq surib turamiz. Hozirgi tashlamaylik. Sizga savolim bo'yicha Ko'karsin. Turkiya, Dubay, Vyetnam, Misr, Gruziya qaysi davlatni xohlardingiz sayohat qilish uchun? Gruziya. Sabab? Barjomi, endi Gruziya deganimiz sababi qolgan joylarda bo'lganman-da. Qolgan davlatlarda bo'lgansiz? O'shaning uchun Gruziyada bo'lmaganman. Gruziyaga. Jonim bilan bo'lib bergan bo'lardim Gruziyada. Muhammad Iso Abduxayrovni kino aktyorlarida o'zini rolini juda ham chiroyli ijro qiladi va maromga yetkazadi. Mikin. Endi buni muxlislar hal qiladi. Shu, men bir muxlisman. Siz uchun misol uchun bir muxlisman va mana sizga muxlisman. Bemalol buni ayta olaman. Muhammad Iso Abduxayrovni teatrda ham ishlagansiz va teatrda rol o'ynagansiz. Teatrda boshida ishlab, o'sha teatrdan chiqqanmiz o'zi. Orzu qilgan obrazingiz kim bo'lgan? Orzu qilgan. Masalan, har bir aktyorda yo'q, menda bo'ladi-ku. Yo'q, menda yo'q. Teatrda qisqaroq o'raman. Menda yo'q, tushundim savolingizni. Menda yo'q, Otelloni o'ynash, Qirol Lir, Richard nimani, bilmayman nimani. Yo'q, mendachi shu narsa yo'q. Shu kichik yoshligimizdan shu institut o'qiganda menda shu narsa boshida ozgina bo'ldi. Qanaqadir bir shakllantirmoqchi bo'ldim. Ko'proq Gamletni xohladimmikan, Otelloni xohladimmikan. Buni qarasa hammasini xohlar ekanman. Birinchidan, ikkinchidan bu Otelloni o'ynash faqat shunga umrimni baxshida qilib yuborishim. Meni fikrim, tag'in uzr so'rayman. Shu aktyorlar, shu ba'zi bir aktyorlardan sal noto'g'rimi deb o'ylayman. Meni orzum shunaqa rolki, u bosh rolmi, u kichkina rolmi, epizodmi, masovkadagi glavniy rolmi, teksti bor demoqchiman-da. Qaysi rol bo'lishidan qat'iy nazar, meni muxlisim ko'rganda yorib yuboribdi shu rolni, deydigan rol bo'lishini xohlayman. U qaysi bir rol bo'lishidan qat'iy nazar, balkim Shohdir, balkim Amir Temurdir, balkim Otellodir, balkim Gamletdir, balkim bilmayman u kimdir. Balkim Farroshdir. Balkim etik do'stdir, balkim qanaqadir bilmayman. Kim bo'lishidan qat'iy nazar shu rol meniki kelgan bo'ladi-ya, endi bu qo'pol etadigan gap. Sizdan hech kimga yarashmaydi-yu. Ana shu rol meniki bo'lishini xohlayman. To'g'ri. To'g'ri. Qalay, katta ketib juda chiroyli javob bo'ldi. Bu va aniq va chiroyli javob bo'ldi. Endi uzr so'rayman, katta ketib o'rgan bo'lsam. Va so'nggi savolim sizga. Muhammad Iso Abduxayrovni san'atga kirib kelishi qanday bo'lgan? Mana bunaqa bo'lgan. Chuk ketib kirgan. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mumkinmi? Kiring. Bir intervyuda eshitganim o'qituvchilar oilasida. O'zi aslida o'qituvchilar oilasida, lekin yo'q, san'atga umuman aloqasi yo'q yo'nalishda. Mana otam, onam Politexnika institutida, Politexnika institutimiz o'sha yerda domla bo'lishgan, zaf kafedra dekan, xullas umuman u yo'nalishda bo'lishgan va men akalarim ham hammasi o'sha yo'nalishda bo'lishgan. Va anaga qiyshayib men bu yerda san'atga kirib ketib qolganman. Lekin o'qituvchilar oilasidanmiz, to'g'ri, shunaqa. Chunki qizlar intervyuzda men sizni intervyuingizni ko'p ko'rganman. Shunda shu narsa yodimda qolib ketgan edi. O'qituvchilar oilasidanman, zo'r hammasi. Faqatgina menga u yo'l boyaga Politexnika instituti nimagadir jiz qilmagan.
Shuning uchun menga mana bu narsa jiz qilganligi uchun bu yoqqa qarab ketdim. Endi birinchidan Alloh izni. Bu ikkinchi bitta qiziq narsa, orzu ham qilmaganman, uni bo'ladi-yu. Bo'ldi, tamom, men endi bu yog'iga kosmonavt, soldat bo'laman, aktyor. Bunaqa bir qanaqadir bir qaror qilmaganman. Aktyor bo'lsammikin degan haligi ikkilanish bo'lgan. Bo'la olarmikinman degan tushuncha bo'lgan. Kira olarmikinman degan tushuncha bo'lgan. Chunki maktabda men juda past baholarga o'qib, endi men faqirlanadigan narsa emas, uyat narsa etmayman. O'sha kira olmasam kerak manaqa joylarga, institutga ko'p narsani bilish kerak bo'lgan, algebra, fizika, ximiya bilish kerak bo'lgan bo'lsa kerak deb o'ylaganman. Bundan borsam, algebra, fizika, ximiya yo'q ekan. Men institut degan o'sha kirib ketib qolgan. Tag'in uzr so'rayman, algebra, fizik, ximiyalardan o'sha mutaxassislik degan. Bu kerak emas narsa degani emas. Har bitta narsani o'zini jizillaydigan odam bo'ladi. O'sha qarab ketish kerakmi deyman-da. Mana men o'g'lim algebrik, например. Men o'g'lim, kichkina o'g'lim eng yaxshi ko'rgan fani emas algebra deydi. Misol. Mana hozir endi institutga kirib ketdi o'qishlikka Alloh izni bilan. Lekin mana shunaqada, bilib bo'lmasa kerak. Kimdir o'zi qiziqadi shu narsaga. Muhimi, siz san'atga shu yuragingiz jiz etganiga minnatdormiz va sababi shu yuragingiz jiz etib san'atga kirib kelgansiz va bizga yoqimli va bizni yoqtiradigan kinolarda va obrazlarni yaratib bergansiz. Men chiroyli suhbat ham qilib oldik. O'zi aslida yaratmaymiz, ijro qilib beramiz. Ijro qilib beramiz. Yaratuvchi shu. Xo'p bo'ladi. Va bizda 3-g'olibni aniqlaymiz. Yillik aksiyamiz bo'yicha bu Dubayga sayohat yo'llanmasi. Dubayga. Yillik aksiyamiz bo'yicha men sonchani beraman. Dubai degan she'rlar bo'lardi. Qani bismillahirrohmanirrohim. Dubai o'z o'tliga hozir 3 borib kelsa bo'ladi. Ha, sayohatlar bemalol bo'lyapti. Bemalol ekan. Demak, g'olib bismillahirrohmanirrohim kim bo'lishidan qat'iy nazar omad tilaymiz. Ketdik. Ishtirokchilarni aniqlash tugmasi bosildi. Randomizm dasturimiz tasodifiy g'olibni aniqlab beradi. Va g'olibimiz Zanax, bu esa Qashqadaryo viloyati Koson filialimizdan Toshiyeva O'g'iloyxon opamiz Dubayga sayohat yo'llanmasini qo'lga kiritishni tabriklaymiz. Muborak bo'lsin. Dubay gap bo'lishi mumkin emas. O'g'iloy, молодец. Bu yanishmasam qiz bo'r oxiriga o'g'il bo'lsin deb niyat qilib ota-onalari O'g'iloy deb ism qo'yganlar-da. Shuning uchun iloyim O'g'iloy, singlimissiz, opammisiz, nima bo'lishidan qat'iy nazar O'g'iloyxon men tabriklayman. Garant savdo markazidan savdo qilishgan va mana Dubayga xudo xolis odamlar orzu qilishadi odamlar Dubayga borish. Mana qilishdi, nima bo'ldi? Garant savdo markazidan savdo qilishdi. Borman Dubayga ketdi, mana mazza qilib kelishadi. O'g'loy opamiz Koson filialimizdan 29-yanvar kuni mahsulot xarid qilishgan 2026-yilda yillik aksiyamiz bo'yicha bugun Dubayga sayohat yo'llanmasini qo'lga kiritishdi. O'shandan biri bo'lyaptimi? Ha, u yillik aksiya ishtirokchisiga aylanishgan. Tushundim. Men yaqinda bir haftalik narsa deb o'ylabman bu narsani. Demak, hozir O'g'iloyxonga telefon qilamiz. Bular qayerdan edilar? Aslida men ko'rinmayapti. Juma ular Qashqadaryo viloyati Koson filialimizdan. Qashqadaryo. Sog' bo'linglar. Omon bo'linglar. Hozir qo'ng'iroq qilasiz O'g'iloyga. Ularga qo'ng'iroq qilaman. Xudo xolasa. O'g'iloyxon agar band bo'lmasalar, trubkani olsalar, xudo xolasa tabriklab qo'yamiz. Raza qilsam ketib qolsalar kerak. Xo'p, men raqamlarini terib olaman. Endi baribir mana ko'ryapsizmi, lip odamga miyasiga birinchi bo'lib keladigan savol, "Voy, nechta odam bor ekanmiz?" deb qo'yadi-da. O'shalar qo'ng'iroq qilishadi o'zligi. Sizga baribir savollar bo'ladi. Ayniqsa Qamariddin akamga havosim keldi, gap yo'q. Qamariddin aka eng bugungi kunlik aksiyamiz bo'yicha eng omadli. O'zi barcha bizni aksiyamiz ishtirokchilari omadlilar. Hammasi. Biz O'g'iloy opamizga qo'ng'iroq qilmoqdamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'g'iloy opa, kayfiyatlaringiz yaxshimi? Yaxshi. Garant savdo markazidan qo'ng'iroq qilmoqdaman. Hozirgi daqiqalarda jonli efirdasiz. 29-yanvar kuni Koson filialimizda mahsulot xarid qilgan ekansiz. Va bizning sayohat aksiyamizda ishtirok sifatida qatnashgan ekansiz. Xabaringiz bor-a sayohat aksiyalarimiz bo'yicha? Ana endi O'g'iloy, assalomu alaykum. Men Muhammad Iso Abdulxayirov kino aktyorman. Azamatjondan trubkani olib qo'ydim. Xafa bo'lmaysiz. Ichimga sig'mayapman. Siz g'olib bo'ldingiz. Ana xursandchilik. Alo. Rahmat. Eshitdingizmi O'g'iloy? Garant savdo markazida mana xarid qilganingiz uchun nima savdo qilgan, nima olgan edingiz o'zi? Esizdami?
Esimda bitta kirmoshim, Aha. ikkita plisot, Aha. Ha? bitta kiyim javon. Ana yanga, endi bu yoqiga xursand bo'lavering. Xudo xohlasa Garant savdo markazidan g'olibga aylandingiz va qayoqqa borishni orzu qilardingiz? Bilmadim. Bilasiz. Va biz aytib qolaylik. Unaqada Garant savdo markazida mayli cho'zmaymiz, yurigingizni ham nima o'tirmaymiz. Maza qilib necha kunga? 10 kun bo'ladi. 10 kun Dubayga, xudo xolasa safarga borib kelish Garant savdo markazi sizga imkonni mana qo'lga kiritib beradi. G'olib bo'ldingiz. Rahmat, Muborak bo'lsin o'g'lay opa. rahmat. Siz Dubayga sayohat yo'llanmasini qo'lga kiritdingiz. Xursandmisiz? Yo'q, uncha xursand emasga o'xshyapti. Xursandman. Hozir ikkilanish bo'ladi bularda. Ha. Aniqmi? Aldashmayaptimi? Aldashmayaptimi? Nima hazillashmayaptimi? Opa, siz rost yutib oldingiz. Aha. Qo'ng'iroqni o'chirgandan so'ng Garant savdo markazi Instagramga kirsangiz jonli efir bo'lmoqda, bizni ko'rib olish imkoniyatiga egasiz. Aha. Sizga sayohat yo'llamalari muborak bo'lsin. Xodimlarimiz aloqaga chiqishadi va to'liqroq ma'lumot berishadi. Aha, xo'p, rahmat. Xo'p, Salomat bo'ling, safaringiz bexatar bo'lsin. Aha, rahmat. Xo'p, sog' bo'ling. Sog' bo'ling, rahmat. Va biz Men tanimadilar menimcha. hozir menimcha ular yo birinchi shokda bo'ldi, yo ishonmayapti, yoki qayerdadir ishdalar ular, yoki oldida odam bor. Doktor emasmikinlar bular ham? Yo'q, bilmadim, Balki lekin ishlayotgan bo'lsalar, "Da, alo" deb gaplashdi. shu sababdan gaplashish imkoniyatiga ega bo'lmadi. Muhimi ular bilan jonli efirda ularga xursandchilik xabarni yetkazib O'rtoqlar, qo'ydik. eng kerakli Garant savdo markazidan bugungi 3 ta g'olibni aniqladik. Ha. Dubay bor, Turkiya bor va eng qizig'i, har bir musulmonga qizig'i, Umra safari bor, o'rtoqlar. Qamardagi gap bo'lishi mumkin. Mana sizlarga ham shunday daqiqalarda qo'ng'iroq qilib tabriklash imkoniyatiga egamiz. Buning uchun sizlar Garant savdo markazidan 3,5 million so'mdan yuqori mahsulot xarid qilib, aksiyamiz ishtirokchisiga aylansangiz bo'ldi. Sayohat qilmoqchimisiz? Garantga keling. Bo'ldi, sizni sayohat qilish orzularingiz amalga oshadi. Sog' bo'linglar, malades. Garantga qo'yib qoldim. Bu 2800 ta odamni hammasi jo'natasizlarmi shunda? Hammasini. O'zi hozirgi daqiqalarda 38 nafar Turkiyaga sayohat yo'llanmasi g'olibimiz, ya'ni 12-guruhimiz hozir Turkiyada sayohat qilishmoqda. Hozirgi daqiqalarda mana Garant savdo markazi Instagramiga sayohatni qayta yurishganlari qo'yib borilmoqda. Hozirgi daqiqalarda Antaliyada mazza qilib dam olishmoqda. Bor, shunaqa odamlar. Agar bizlarni ko'rib tomosha qilib turishgan bo'lsa, sog' bo'linglar, safaringiz bexatar bo'lsin, eson-omon oilangizga, mahallaga, uyingizga, xonadon, oila ahlining oldiga eson-omon kelib olinglar. Alloh panoh. Muhimi, barcha aksiyamiz ishtirokchilariga omad tilab qolamiz. Bizning g'oliblarimiz aniq. Endi esa bitta sovg'amiz qolgan. Bu endi aslida bizlarni tomoshabinlarimizga, to'g'rimi? Bizning tomoshabinlarimiz. Buni sharti qanaqa edi, Azamatjon? Menga 7 dan 10 gacha bo'lgan raqam tanlab bering. 7, 8, 9, 10. 7 dan 10 gacha. 7, 8, 9, 10. 42. Bo'lmaydi. Bo'lmaydi. 7, 8, 9, 10. Unaqada 7. 7. Demak, shart aytaman. Biz bitta telefon raqami aytamiz. Chunki 07. Ha, biz bitta telefon raqami aytamiz. Bizga 7-chi bo'lib bog'lana olgan ishtirokchi shu smartfonni g'olibiga aylanadi. Ha, shunaqa edi aytgan. 7-chi bo'lib bog'lana olgan. Demak, Qaysi raqami? men aytishni boshlayman. 90lik 273 32 41. Qaytaraman. 90lik 273 32 41. Qaytarmaymiz? 90lik qaytaraveraylik. Yozishmasini. 90lik 273 32 41 va bizda qo'ng'iroqlar boshlandi. Ulgurmadik. Yoki nimalar ko'p ishtirokchilar. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Siz hozir bizani yetishimiz bo'yicha qo'ng'iroq qildingizmi yo boshqa ish bilan Azamatga telefon qilyapsizmi? Yo'q. Azamat aka, qachon kelasiz? Yoki bizani ko'rsatuvni hozir ko'rib turib telefon qildingizmi? Jonli efirdan telefon. Voy, aylanib keting. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Qayerdan ismlar? Qayerdansiz? O'zingizni tanishtiring. Ohangaron tumanidanman, ismim Miroda. Men Muhammad Iso Abdulxayrov aktyor va mana Azamatjon oldimda o'tiribdilar va birinchi bo'lib qo'ng'iroq qildilar. Nasib qilsa g'olibga aylanasiz, xudo xohlasa. 7-chi bo'lib tushsalar, yana harakat qilish imkoniyatiga ega. 7-chi bo'lib agar harakat qilavering, ismingiz nima dedilar? Miroda. Irodangizni qo'lga olingda, yana qilavering. 7-chi raqam bo'lib qo'ng'iroq qilsangiz, nasib qilgan bo'lsa. Mana bu yerda Samsung Galaxy A07. G'olibiga aylanasiz, yana harakat qiling. Yangi telefon sizga.
Yana qo'ng'iroqlarda qabul qilishda davom etamiz va bizda ikkinchi qo'ng'irog'imiz bor, lekin bog'lana olisholmayapti. Sababi qo'ng'iroqlar juda ko'p. Ikkinchi ishtirokchimiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Men nechinchi ishtirokchi bo'ldim endi shunda? Sizchi hozir shunda ikkinchi ishtirokchi bo'ldingiz Garant savdo markazi va siz bilan hozir jonli efirda Muhammad Abdulxayr gaplashyapti va oldimda Azamat. O'zingiz tanishtirasiz? Aha. Начитай запись вызова. Ha, zapis qo'llavering bemalol. Aha. Aha. O'zingiz tanishtiring. Mani ismim Maftuna, Qashqadaryo viloyati Kitob tumanidanman. Ha. Ye, malades. Maftuna ko'p kitob o'qiysizmi? O'qituvchiman. Ana bekorga ham kitobda turmanglar-da. Kitob turadiganlar ko'p kitob o'qiydi. O'shaning uchun Maftuna, endi Xudo xolasa yana harakat qiling. Xudo xolasa mana hozir sizning konkurentlaringiz o'sha bitta bor. To'g'rimi? Bor. Hozir 7-chi bo'lib tushsangiz, nasib qilsa sizga Galaxy telefonini, Samsung Galaxy telefonini hadya qilamiz. Rahmat. Agar g'olibga aylansangiz. Xo'p. Aha, men hozir video chatni ko'rib o'tirgandim. Malades. Maftuna, endi bitta gap. Hozir bugunchi Galaxy'ni ola olmagan taqdirda ham hayotda g'olib bo'lib yuring iloyim. Ha, rahmat kattakon. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat, sog' bo'ling. Biz esa 3-chi qo'ng'irog'imizga javob beramiz. Ishtirokchilarimiz kutib qolmaslik kerak. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Muhammad Abdulxayr va Azamat do'stimiz bilan mana Garant savdo markazidan qo'ng'iroq qilyapsiz. To'g'rimi? O'sha yoqqa to'g'ri tushdingizmi? Ha. Sog' bo'ling. O'zingizni tanishtiring do'stim. Surxondaryodan, Uzun tumandan. Salomat bo'ling. Ismingiz? Samardin. Samariddin aka. Samariddin. To'g'ri aytdingiz, Samariddin. Sog' bo'ling. Mana bugun hozir ozgina siz hozir imkoni bor. Sababi siz 3-raqam bo'lib bizga qo'ng'iroq qildingiz. Agar 7-raqam bo'lib hozir qo'ng'iroq qilsangiz, nasib qilsa sizga Samsung Galaxy telefon apparatini yangisini hadya qilamiz. Aha, xo'p. Kurashing, omadingizni bersin. Har doim g'olib bo'lib yuring. Mayli, xo'p. Ko'pkar o'ynaysizmi, uloqqa chiqasizmi? Iloyim, zotni hammasi zo'ri sizniki bo'lsin. Xo'p, sog' bo'ling. Va biz 4-chi qo'ng'iroqni qabul qilamiz. 4-chi qo'ng'iroq. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Salomatmisizlar? Muhammad Abdulxayr va Azamatjon do'stim siz bilan hozir jonli efirdamiz. O'zingizni tanishtiring. Men Andijon viloyati Jalaquduq tumanidanman. Ismim Maftuna. Maftuna, singlim. Salomatmisiz? Sog'misiz? Xudo xohlasachi, 4-chi. hozir siz 4-chi bo'lib telefon qildingiz, yana 3 marta qilsangiz-chi, podrяд mana shu telefonni sizga berib yuboramiz. Xudo xolasa. Xudo xolasa har doim g'olib bo'lib yuring, aylanib keting. Bu telefon bir kun bari buziladi yoki yo'q bo'lib ketadi. Lekin g'olib bo'lib, sog' bo'lib, yuzingiz yorug' bo'lib yurish hech qachon yo'q bo'lmasin. Rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Qilavering telefon. Rahmat. Va biz 5-chi qo'ng'irog'imizga javob beramiz. 5-chisi bu. 5-chi qo'ng'irog'imiz. O'rtoqlar, assalomu alaykum, assalomu alaykum, assalomu alaykum. Muhammad Abdulxayr va Azamat sizga siz bilan mana aloqada. O'zingizni tanishtiring. Alo, aloqadamisiz? Aloqadamiz. Alo, priyom. Alo. 4194 raqam egasi aloqadamisiz? Uchib qoldi. Uchib qoldi, lekin biz 5-chi ishtirokchimizni boshqa tilab aniqlaymiz. Muhammad aka, sababi bizga qo'ng'iroqimizga javob berish kerak. Ular 5-chi ishtirokchini qaytadan aniqlaymiz. To'g'ri. Alo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Salomatmisiz? Muhammad Abdulxayrov trubkani oldi va Azamatjon eshitib turibdi. O'zingizni tanishtiring. Assalomu alaykum. Men Surxondaryodanman. Va alaykum assalom. Ismingiz nima? Ismim Zubayda. Zubayda. Ana sog' bo'ling Zubayda. Xudo xolasa yana 2 marta qo'ng'iroq qilsangiz, siz telefon g'olibi bo'lasiz. To'g'ri aytdimmi? Siz 5-chi bo'lib qo'ng'iroq qildingiz, 7-chi bo'lishga harakat qiling. Rahmat. Xo'p. Sog' bo'ling. Biz esa 6-chi qo'ng'iroqqa javob beramiz. Qimor o'ynab qo'ymayapmiz. Yo'q, bu haqqoniy va sani qilamni. Eng kerakligi. Tag'in mahmadanachalik qilib, mana qovun tushirayotgan bo'lmaydi. Yo'q. Alloh Va o'zi 6-chi ishtirokchimiz. 6-chi ishtirokchimiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Muhammad Abdulxayr va Azamat siz bilan hozir mana trubkadan bog'lanib turibdi. O'zingizni tanishtiring. Quvadan. Ismingiz? Zinatxon. Zinatxon. Men nechta telefon qildim?
6 bo'lib. 6-bo'lib qo'ng'iroq qildingiz. Yana shoshmang. Yana bismillah deb yana qo'ng'iroq qiling. Nasib qilsa 7-odam. Telefon sizniki. Mana Sog' bo'ling. va Va biz nihoyat g'olibni qo'ng'irog'iga javob beramiz. Agar biz bilan gaplashsa. Assalomu alaykum. Alo. Assalomu alaykum. Qayerdan kimligini so'rayapmiz. Mana endi siz bilan bemalol gaplashsak bo'ladi, chunki siz 7-raqam bo'ldingiz va telefonni egasiga aylandingiz. Alloh izni bilan o'zingizni tanishtiring. Xorazmdan, Xorazmdan. Xorazmda qayerdansiz? Urganch shahridan. Sog' bo'ling. Ismingiz kim? Sevinchay. Kim? Sevinchay. Pensoy. Sevinchay. Perinsoy. Sog' bo'ling, salomat Singlim. bo'ling. Bo'lmasa singlimiz. Singlim. Yoki opamiz. Endi buni hozir men misol uchun buni yugurib olib beraman, dastlabki qilib bera olmaymiz, lekin buni hozir azamat. Qayerda oladilar? Urganch filialimizda oladilar. Xorazm viloyatida joylashgan Urganchda Garant savdo markazi bor. O'sha yerdan ertaga borib smartfonni olib olish imkoniyatiga egasiz. Rahmat. Tushundingiz? Borasizda Samsung Galaxy A07 Muhammad Iso aka bilan Azamatjon menga shuni hadya qilishdi. Deysiz, xudo xolasa, nasib qilsa iloyim faqat yaxshi xabarlarni eshitib, har doim g'olib bo'lib yuring. Xo'p, rahmat katta sizga. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat. Rahmat. Xo'p, sog' bo'linglar. Xo'p, rahmat. Mana endi xudo xolasa 10.800.000 kartochkamga o'tkazib, bunaqami? Yo'q, unaqa emas. Hazil ketyapti bu yerda va bizda qo'ng'iroqlar davom etmoqda, lekin Endi bu yoqqa uzr. Ha, To'xtang, biz qo'ng'iroq uzr javob qo'yaylik-da, beramiz. endi umid ana odam. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Siz hozir bizani ko'rsatuv naqaga telefon qilyapsizmi? Va men bor uzr so'raymiz, 8-bo'lib qoldingiz, 7-siga hozir berib yubordik. Endichi men Muhammad Isoman, Azamat eshitib turibdi, studiya eshitib turibdi. Ismingiz nima? Siz qayerdansiz? Ismim Gavhar, Navoiy viloyati Zarafshon shahridan. Salomat bo'ling, Gavhar. Katta rahmat aytmoqchiman, Sizga. chunki men yaqinda 8-aprelda xarid qilgan vaqtimda Zarafshon filialida Aha. Gruziyaga putovka yetib olganman. sayohat yo'llanmasi bo'la ketgan. Ani bekorga emas ekan. Men hozir bu Azamat bo'ldi endi olsak hozir g'alati bo'lib qoladi dedilar. Yo'q, endi mayli umid bilan telefon qilyaptilar. Tushuntirib qo'yamiz dedik. Mana siz bekorga qilmayotgan ekansiz, ba'zi sezgan ekanmiz. Shunaqa, kattakon rahmat aytmoqchiman. Sog' bo'ling. Menga o'zi Xudo tomonidan berilgan YouTube uchun ham xursandman. Telefon uchun telefon qilmagandim aslida. Yo'q, malades. Malades. Gavhar, iloyimcha telefon o'z o'rnida, mashina, uy, hamma narsa u hammasi qolib ketadigan narsa ekan. Eng kerakligi hayotda yutib yuring, hayotda yutib yuring iloyim. Rahmat. Salomat bo'ling, Gavhar. Yaxshi ko'ramiz. Biz ham sizni yaxshi ko'ramiz. Juda sevib tomosha qilamiz. Rahmat. Quduq kinosini O, juda yaxshi rahmat, ko'rib salomat qolaman. bo'ling. Rahmat. Ishlaringizga omad. Ilohim Zarafshonga keling, bizni Nasib, kutamiz. nasib. Bizning nomimizdan hammaga alangali salom. Alloh panohiga. Sog' bo'linglar, sog' bo'linglar. Sizni ham ishingizga omad. Rahmat. Rahmat kattakon, samimiy tilaklar uchun. Xo'p, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Galaxy gap bo'lishi mumkin emas. Ketdi-ya. Ketdi. Demak, bugun Urganchga ketdi smartfonimiz. Eslatib o'taman, bizni tomosha qilayotganlar Garant savdo markazi 2800 sayohat aksiyasi. Garant savdo markazlaridan 3,5 million so'mdan yuqori mahsulot xarid qilasiz va 2800 sayohat aksiyamizda ishtirokchi sifatida qatnashib, 6 ta davlatdan biriga mutlaq bepul sayohat yo'llamasini qo'lga kiritasiz. Mana Muhammad aka siz Instagramingizda ham jonli efir ketmoqda, sizni muxlislaringiz ham ko'rmoqda. Albatta. Mana biz haftada 3 kun mashhur san'atkorlar bilan jonli efir o'tkazamiz. Va mashhur san'atkorlar bo'lgan jonli efirlarimizni shunchaki jonli efirda tomosha qilgani uchun smartfon yoki boshqa sovg'alarni ham berib yuborish imkoniyatiga Bor egamiz. ekan, o'rtoqlar, shunaqa narsa joylari bor ekan. Shuning uchun Garant savdo markazi Instagramiga ham obuna bo'lib qo'yinglar va jonli efirlarimizni ko'rib borib, shu bilan birgalikda g'olib bo'lgan mijozlarimizni shu Turkiya, Umra, Dubayga sayohatlarini Instagramimizga joylab boramiz. Bemalol ko'rib olish imkoniyatiga ega bo'lasizlar. Albatta, bu majburiy narsa emas. Kimda agar xohish bo'lsa, kimdir agar ishonch bo'lsa, bemalol Garant savdo markaziga borasizlar, savdo qilasizlar, yoki efirni ko'rasizlar. Galaxy telefon deysizmi, yoki Umra deysizmi, Gruziya, Vyetnam va hokazo joylarga sayohat qilib kelish imkonini qo'lga kiritar ekansiz. Imkoniyatlar faqat o'zingizning qo'lda. Muhimi sayohat qilmoqchimisiz? Garantiya keling. Bo'ldi, sizni sayohat qilish orzularingiz amalga oshadi. Va biz Muhammad aka har kuni jonli efir qilamiz va har kuni 3 ta davlatga sayohat g'oliblarini aniqlaymiz. Ertaga ham sizlar bilan birgalikda biz
Vyetnam, Gruziya hamda Turkiya davlatlariga sayohat yo'llanmasi g'oliblarini aniqlaymiz. Aniqlaymiz. Vyetnam, Gruziya, Turkiyaga ertaga soat 20:00 da jonli efirda g'oliblarni aniqlab olamiz. Hali aksiya ishtirokchisiga aylanmagan bo'lsangiz, ertagoq aksiya ishtirokchisiga Garant aylaninglar. savdo markaziga murojaat qilib, o'sha odam xarid qilaverarkansiz, nasib qilsa bir nimani yutuqli egasiga aylanar ekansiz-da. Men shuni tushundim, men shu narsani tushundim. To'p to'g'ri aytasiz. Va Muhammad Isoga sizga ham o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Garant savdo markazi jonli efiriga tashrif buyurib, shaxsan g'oliblarni o'zingiz aniqlab, o'zingiz tabriklash uchun eslatamiz. Muhammad Iso akamiz ham Garant savdo markazining eng yaqin do'stlaridan hisoblanadi. Yana kutib qolamiz jonli efirda sizni. Agar mabodo ekan qayerdadir yanglishib qolgan bo'lsak, xato gapirib qolgan bo'lsa, o'yinda aralashib xato qilib qo'ygan bo'lsak, Allohim o'zi to'g'rilasin. Eng kerak. Men bu narsadan qo'rqqan edim. O'zi bu narsadan qo'rqamiz, bar endi bilmagan holda bir qimorga aralashib qolamizmi deb odam cho'chiydi. Misol shu narsadan sal cho'chigan edim, yo'q, bu yerda hech qanaqa qimor sezmadim. Mutaxassis emasman, buni bor edi. Lekin bu yerda odamni xursand qiladigan narsalar ekan. O'shaning uchun men bu narsaga mayli dedim. Xudo xolasa Garant savdo markazi bilan hamkorlikda ish qilavering. Xudo xolasa yutuq aniq g'olib bo'lasiz. Endi 1 yil davomida ishtirok sifatida qatnashasiz va 2800 ta sayohat aksiyasidan bitta yo'llanma sizniki bo'ladi. Biz bunga ishonamiz. Va jonli efirimizda xayrlashmaymiz. Ertangi efirda ko'rishguncha deb qolamiz. Muhammad aka efirimiz yakunini o'zimizda chiroyli so'zimiz bilan birgalikda aytib yakunlab olamiz. Sog' bo'linglar, eng kerakli omon bo'linglar. Jonli efirda yo'qda qayerda bo'lishimizdan qat'iy nazar eng kerakli yuzimiz yorug' bo'lsin. To'g'rimi? To'g'ri yo'lga, hidoyatga, halol yo'lga boshlasin. Yurtimiz, o'zi umuman yer planetasi tinchlik, xotir va jamlikda nafas olsin. Keling, efirimiz yakunini birgalikda sayohat qilmoqchimisiz? Garantga keling so'zi bilan yakunlab olamiz. Sayohat qilmoqchimisiz? Garantga keling. Ketdikmi? Ketdik. Haqqa. Garantga.